Ortimdagi soatga e'tibor bering. Ushbu soat tarix uning shohidi bo'lgan eng katta soatdir. Agar soat minorasi ichiga kiramiz desak, bunga nima deysiz? Ha, rostdan soatning ichiga kirib, uning ichida nimalar borligining guvohi bo'lamiz. Aynan soat millar ortida nimalar yashirin ekanini ko'ramiz. Qani men bilan yuring. Allohni zikr qiling va mashalloh deng. Kirish qismining bahaybat ekanini qarang. Birgina eshikning o'zi shu qadar katta. Podshoh Abdulazizning 2 harami sharif uchun joriy qilgan vaqfi. Qani endi podshoh Abdulazizning vaqfi hisoblanmish soat minorasi binosiga kiramiz. Alloh vaqf egasini o'z rahmatiga burkasin. Aynan ushbu makon aziz do'stlar soat minorasining eng baland qismida joylashgandir. Dunyoning eng pok yeri bo'lmish Masjidul Haromning yuqoridan ko'rinishiga e'tibor bering. Mashalloh, tabarakalloh. Tarixda o'xshashi bo'lmagan go'zal balandlik. Yana unda o'ziga xos ruhoniyat ham mavjud. Dunyodagi eng katta va uzun bahaybat soat oldida turibman. Men ayni damda Makkadagi soat minorasi ichida turibman. Qaranglar, naqadar go'zal, mashalloh, tabarakalloh. Oh, naqadar ajoyib manzara. Minora ichida muzey mavjud bo'lib, ochiqchasiga aytadigan bo'lsam, muzey juda ham ajoyib tarzda qurilgan va tartiblangan. Muzeyga kirar ekansiz, undagi Alloh taoloning oyatlarini ta'ammul va tadabbur qilish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Naqadar basavlat ekaniga nazar soling. Juda ham go'zal manzara, mashalloh, tabarakalloh. Alloh Saudiya va uning hokimlarini aziz qilsin, shuningdek uning xalqini ham aziz va mukarram qilsin. Biz doim tashqaridan guvoh bo'lganmiz, yashil soatning ichkaridan ko'rinishi. Sizga uning suratini ham ko'rsataman mana. Men ayni damda ushbu soatning ichidaman. Qarang, ichkaridan ko'rinishi qanday. La ilaha illalloh. Ushbu soatni harakatga keltiruvchi moslamaning vazni qancha ekanini bilasizmi? Uning sof vazni 21 tonnaga yetadi. Har daqiqada ushbu soatni harakatga keltiruvchi moslama qimirlaydi va bu orqali tashqaridagi soat millari ishga tushadi. Soat millining uzunligi taqriban 23 metr bo'lib, bu 5 qavatli binoning uzunligiga teng deganidir. Qanday harakatlanishiga e'tibor bering. Moslamaning o'rta qismiga e'tibor qilsangiz, u qolgan qismlarga qaraganda sekinroq harakatlanayotganini ko'rasiz. Makkadagi minorada joylashgan bu soat dunyodagi eng aniq ishlash xususiyatiga ega soatdir. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda soat, daqiqa, soniya, bulardan keyin nima kelyapti? Milliy soniya, mikrosoniya hamda nano soniyalar ham hisoblanyapti. Hozir agar mana shu kichik tugmani bossak, bosing. Ko'rganingizdek, bizga tugma bosilgan vaqtdagi vaqtni aniqlab beradi. Ekranda ko'rinib turgan bu vaqt ikkinchi marta qayta takrorlanishi imkonsizdir. Boshqa bir kishini kelib ayni raqamlarni takrorlab tugmani bosishning imkoni yo'qdir. Yo latif. Har 3 million yilda ushbu soat atiga 1 soniyagina kechikadi xolos. Allohning izni bilan bu soat xato qilmaydi, chunki u dunyoning eng aniq soatlaridan biridir. Qo'lingizdagi soatga nazar soling. U ma'lum vaqt o'tishi bilan xato qilishi, biroz oldinga yo ortga surilishi mumkin. Ammo minoradagi bu soat esa 3 million yil mobaynida ayni vaqtni ko'rsatadi. Dunyodagi 23 davlat ayni soatning vaqt ko'rsatishiga bog'liqdir. Shuningdek, yaqin Sharq davlatlari ham barchalari Makkadagi soat minorasining vaqt ko'rsatishiga ergashadilar. Ya'ni bu soat biz sanab o'tgan davlatlarda vaqtni to'g'rilashdagi eng to'g'ri me'yor sifatida ishlatiladi. Yaqin Sharq mintaqasi hamda dunyo bo'ylab 23 davlat soat minorasi ichida Eyfel minorasi mavjud. Qanday qilib, Xolid, soat minorasi ichiga kiruvchi ushbu minora Parijdagi Eyfel minorasiga o'xshab ketadi. Ammo u minoraning havoga ko'tarilgan qismi xolos. Chunki soat minorasining to'liq uzunligi 601 metrni tashkil qiladi. Parijdagi Eyfel minorasining balandligi esa 300 metrga yaqindir. Soat minorasi ichida joylashgan va uning fundamenti hisoblanmish bu qismining uzunligi 251 metr bo'lib, bu jihatdan u Eyfel minorasiga juda yaqin keladi. Bundan kelib chiqib siz soat minorasi ichida yana boshqa Eyfel minorasi bor desangiz ham to'g'ri aytgan bo'lasiz. Soatni belgilovchi ishoralar uzunligi 9 metrdan 9,5 metrgacha boradi. Qarang, mana shu soatni belgilovchi ishoralar. Soat ortida yonib turgan 4 turdagi chiroqlar soni 700 ming lampadan iboratdir. Pastki ekranda joylashgan chiroqlar soni esa 1 million 200 ming lampadan tashkil topadi. Biz soat va oramizdagi qiyosiy masofa borligi sababli lampalarni bir butun deb o'ylaymiz. Aslida esa har bir lampa orasida 105 millimetr masofa mavjud. Bu degani 10 cm yoki unga yaqinroq masofa degani. Biz yuqorida sonini aytganimiz lampalar mana shu chiroqlar. Qarang, ushbu lampalarda ularga maxsus berilgan raqamlar mavjud bo'lib, agar birorta lampa ishdan chiqsa, bir lahzada uning raqami va qaysi qavatda joylashgani ma'lum bo'ladi. Tasavvur qiling, soat ortida 15 qavat mavjud bo'lib, bu qavatdan soatni ta'minlash uchun foydalaniladi. Makka soati ichida kunlik juda keng ko'lamdagi mehnat yotibdi. Orqamda turgan bu narsalar zaxiradagi ehtiyotiy soat millaridir. Soat millining uzunligi 23 metr, vazni esa 5 tonnadir. Daqiqa milli esa 23 metr, vazni esa 6 tonnaga tengdir. Saudiya Arabistonidagi 5 astronomik kuzatuv apparatlaridan biri qayerda joylashganini bilasizmi? Soat minorasining eng yuqori qismida joylashgandir. Qarang, bu o'sha
soat 89 million naqsh bilan o'ralgandir. Bu naqshlarning barchasi oltindan ishlangan. Naqshlar qanday ishlanganini boshidan oxirigacha ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Soat ustidagi hilol ham toza oltindan ishlangan. Soat ichidagi mexanizm shu darajada aniq ishlanganki, soatdagi ikki joylashgan qism orasida soch qilichalik ortiqcha joyi yo'q. Soatning yoritish tizimi ham alohida tilga olinishi kerak bo'lgan muhim ishlardan biridir. Siz bilan bu yoritgichlar qachon ishga tushirilishi va qanday qo'llanilishini ko'rib chiqamiz. Yaqinroq keling. Birinchi bo'lib, binoning soat joylashgan qismini ko'ramiz. Bu qism kunu tun ishlab turadi. Kunduzlari oq rangda yonib tursa, kechki payt yashil tusga kiradi. Atrofga taraluvchi chiroqlar turli munosabatlar chog'ida, musulmonlar bayrami kunlari va har hijriy yilning boshida ishga tushiriladi. Shuningdek, bu atrofga taraluvchi chiroqlar bilan qo'shib lazer nurlari ham ishlatiladi. Bu lazer nurlarining soni 8 ta bo'lib, uning nur taralish uzunligi 10 kilometrga yetadi. Bu degani, siz lazer nurlarini Makka shahrining istalgan yeridan ko'ra olasiz. Pastki qismidagi ekran. Bu ekranga har bir bayram yoki munosabatga mos so'zlar yozib qo'yiladi. Masalan, hayit ayomingiz muborak bo'lsin kabi ezguliklar. Oxirgi chiroq bizda tovlanuvchi chiroqlardir. Mana bu uning joylashuv o'rni. Mana bu azizlar, biz yuqorida aytib o'tganimiz atrofga taraluvchi chiroqlardan biri. Uning vazni 1.3 tonnaga teng. Mana bu chiroqlarni aytyapman, mana shu. Men ko'rsatgan uskuna mana shu chiroqlardan bir donasigina xolos. Minorada bu uskunadan qancha borligini bilasizmi? 40 ta yorituvchi moslama mavjud. Uning bahaybat hajmiga e'tibor bering, ya mashalloh. Soatda oq va yashil ranglarini qo'llanilishining asosiy sababi oq rang kunduzi, yashil esa kechalari ko'rish uchun afzalroq. Insonlar bu ranglar vositasida soatni 8 kilometr uzoqlikdan ko'ra oladilar. Shuningdek, yashil rang ko'z uchun ham kam zararli va uni charchatmaydigan rang hisoblanadi. 4-qavatning so'ngida sizga juda oz ilm berilgandir oyati karimasi yozib qo'yilgan. Makka shahri soat minorasi ichidagi ushbu manzaraga monand tarzda bu oyat ta'ammul qilish juda ham ajoyib hissiyot taqdim qiladi kishiga.